ko'rmaganmisan? Ne unaqa qaraysan? Dadasi baqirmang. Uyda kelin bor. Nima bo'pti? O'sha zo'rmandani uyga olib kelib ishsiz bo'lmaydimi? Qayerda kim bilan ichishni sen menga o'rgatyapsanmi? Uyda o'tirib nima? Sen alvasti bilan ichamanmi? Sen qachondan beri menga aql o'rgatadigan bo'lding? Xo'p, dadasi. Xo'p, Shundoq bo'lsa, sizga aql o'rgatmayapman, dadasi. Faqat uyda kelinimiz bor endi deyapman xolos. Bunaqa yurish yaxshi emas-ku. Menga aql o'rgatma. Men hech kimdan qo'rqmayman. Xohlagan vaqtimda xohlagan odamim bilan ichaman, tushundingmi? Qani birontasi g'ing deb ko'rsinchi. Shuni ham tilingni sug'urib olaman. Xo'p, dadasi, xo'p. Boshqa gapirmayman, xo'p. Shunday bo'lsa, sen meni oldimga xo'jayin. Dadangiz ichishlarini bilmagandim. Buguni darvozani tepib kirib keldilar. Ha, dadam. Vaqt bilan ichib turadilar. Ochig'ini aytsam, har doim ichadilar. Biz uyda hech kim ichmasdi. Dadam ham, akam ham. Menimcha siz ham Men ichmayman. Akam ham. Bizga ham qattiq turganlar bo'lmasa. balki davolatish kerakdir. Foydasi yo'q. Men uylandim. Akam uylandilar. Opamni uzatdik. Shuncha qudandalik bo'ldilar. Ularni oldida ham yuzimiz tushmaydi. Lekin bu narsalar dadamga ta'sir qilmadi. Agar yana dadamni mast holatda ko'radigan bo'lsang, bir og'zim gapirma. Ichkariga kirib ket bo'ldi. Shundan so'roq qutulasan. Choyingiz ichmaysizmi? Ishtahim yo'q. Ho'jajon ham chiqmayaptilar. Dasturxon ustini yopib qo'ygan. Keyinroq chiqib choy ichsalar kerak. Mayli, ketdi. Yaxshi borib keling. Oyijon, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat qizim, yaxshiman. Keling, o'tiring, choy tayyorlab qo'ydim. Choy iching, oyijon. Rahmat. Oyijon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, yaxshiman. Biroz boshim og'riganda, shunga uxlab qopman. Yaxshi. Xo'p, keling, o'tiring. Choy tayyorlab qo'ydim. Rahmat. Oyijon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshiman. Biroz boshim og'riganda, shunga uxlab qopman.
tuxum qovurib beraymi ojon? Yo'q, yo'q, yo'q. Bezovta bo'lmang, ishtaham yo'q. Lekin siz ovqatlaning, och yurmang qizim, xo'p? Ovqatingizni yeb yuring. Dadajon, ishga Yo'q, dadangiz ishga bormaydilar. Masalari yo'q shekilli. Haligi qizim, siz ishga qachon chiqasiz? 2 haftalardan keyin. Qizim, agar undan vaqtliroq chaqirishsa, vaqtliroq chiqishingiz mumkin, qizim. Uyda zerikib qolmang deyman, men borman-ku. Bemalol vaqtliroq ish boshlashingiz mumkin, bolam. Xo'p, oyijon. Rahmat. Bahora! Bahora dedim. Men bir xabar olay. Masalari bo'lmagandi kechqurun. Siz choyingizni iching, bolam. Dada? Dada? Kech bo'lganda qayerga ketyapsiz? Yuring uyga. Uyimiz bu tomonda-yu, qayerga ketyapsiz? Yuring. Yuring dada. Ketmayman. Sen bilan kelganim yo'q. Menga buyruq berma. O'zim ketaman. Buyruq emas dada, uyga ketaylik, yuring. O'tiring mashinaga. Keling. Keling, eshikni ochib beraman. Dada, qarshilik qilmang, iltimos. Kech bo'lib qoldi, do'konlar ham ishlamaydi-yu. Qayerga ketyapsiz o'zi? Man ishlaydigan do'konni bilaman. Yur, mani yo'lga tashlab qo'y. Hozir uyga boramiz. Ertaga men sizni o'sha do'konga o'zim olib boraman. Bo'ladi? Yo'q dedim. Men do'konga tashlab Bo'ldi, ketasan. qarshilik qilmang, uyga ketamiz. Keliningiz manti pishirib qo'ygan. Birga ovqatlanamiz, xo'pmi? Yuring. Manti? Aha. Ya. Yuring, yuring dada. Unaqa qornim ochdi, ketdik. Yuring. To'xtang. Shoshmang. Tolib aka. Chiqib dadajonni tinchlantirsangiz-chi. Har 3 kunning birida shunaqa janjal. Oyijon, shu yoshlarda ham kalta yeb yurmaydilar-yu. Chiqing, Tolib aka. Ularning orasiga tushgan odam baraka topmaydi. Tolib aka. E'tibor berma.